Bu so'zlarni ishonch bilan ayta olaman. Bunaqa Mercedes-Benz W211larni har kuni sotuvda ko'rish qiyin. Sababi bu motorni 600 tadan ko'p ot kuchiga olib kelish uchun anchagina pul ketgan. Pauk, kompressor охлаждения, AMG yozuviga bitta 5 bor. Avtomobil kamiga pnevmopodveskada, original AMG raznоширокий diskalarda, AMG supportlarda, tormozный sistemalar perforatsiyali. Mana shu yozuvni o'zi ko'p avtomobilni damini beradi. Avtomobil salon holati juda ham a'lo darajada. Sidenlari isiydi, soviydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Elektronikalarda hech qanday kamchilik ishlari yo'q. Lyuklari bor. Sideniya pamit. Hammasi bor. 2004-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham tetik holatda turibdi. Bitta ovozni eshitamiz, undan keyin esa narxini aytib o'taman. Faqatgina original zapchastlar bilan yig'ilgan 600 tadan ko'p ot kuchli Mercedes-Benz W211 ni shunaqa idealni 35.700 dollarga xarid qilishlaringiz mumkin. Kimni qiziqtirsa, pastdagi raqamlar egasining o'zlarining nomeri, bemalol telefon qilib xarid qilishlaringiz mumkin. Kim uchun avtomobillar kerak bo'lsa, albatta Major Motors avtosalonida sizlarni kutib qolamiz.